Semizlik va polavoychilik haqida gaplashaylik. Ortiqcha vaznlarda nimaga kichkina bo'ladi degan anaqa borda. Biz semiz buni kichkina degan ayollar ham gaplari bor. Internetda o'qib ham qolasizlar. Bu yangilik emas. Xo'sh, semizlarniki kichkina bo'ladimi? Kichkina bo'ladi. Xo'sh, aslida kichkina bo'lmasligi mumkin, lekin qorinda yiqqandan keyin именно qov sohasi, labkovichasi deymiz. O'shani ustiga yog' yiqadi. Yog' yiqqandan keyin u botib qoladi. Toshbaqani boshiga o'xshab jinsiy a'zo ichkariga botib qoladi. Chiqqanda ham oldingidek bo'lmaydi. Men yoshligimda zo'r edi deydi, uzun edi deydi. Lekin hozir ana kichrayib ketdi deydi. Nima qilsak bo'ladi? Uzunlashtirsak bo'ladimi? Aka, sizniki oldin yaxshi, qoniqamiz. Ha. O'sha yerda yog'ni olish kerak. Masalan, olish mumkin, lekin eng yomoni ana shu ozganda qorindan keyin ham ketadi. Keyin ketadigan nimada? Bu siz prям kax bo'lib ozg'in bo'lishingiz kerak, o'shanda ketadi. Yoki bo'lmasa hozir zamonaviy usullari bor. O'sha liposaksiya, ya'ni o'sha plastika qilishadi-ku, masalan, qorin liposaksiyasini, qo'llarning liposaksiyasini ko'rishgan, masalan, aynan labkovichasida ham, qo'l sohasi ustidan ham liposaksiyasi, ya'ni kichkina ikkita prokolchadan kirib turib yoki bitta prokoldan kirib turib, teshikchadan mesniy qilib turib liposaksiya yog'ini olib tashlasa, o'sha yerdagi yog' shunday bosiladi-da, jinsiy a'zo shunday chiqadi. Biz o'zimizda natijalar ham ko'p-ku bunaqa. Aynan o'sha jinsiy a'zosi даже mana yaqinda ko'rdik. Ishoninglar, quyosh tegmagan. O'sha u jinsiy a'zo quyosh ko'rmaydi-ku o'zi, ko'chada osiltirib yurmaydi-ku narsani. Lekin shunday yog' tushgandan keyin ana shu 3 dan 1 qismi oppoqda yog'ni ichida yotibdi va Rang o'zgarishi bilan tana rangiga bo'lib turibdi. Bu melanin pigmenti yo'q, va shu quyosh ko'rmagan soha bo'lib turibdi-da. Mana bir kunda keldi, qildirdi. O'sha holat oldingidek uzun. o'ziga Yechim yoqadigan oson. holatda. Yechim oson. Yechim Hech qanaqa og'riqsiz. Buni qilishning iloji bor. Agar semiz bo'lsangiz, asbob kirib ketgan bo'lsa, keling, bemalol sizga mesniy, ya'ni mahalliy og'riqsizlantirish shuni qilib beramiz. O'sha kuni o'zi ketaverasiz chiqib bemalol yangi o'sha eski olatingizni razmeridan olib